keraksiz tuklarni yo'qotishni yo'l bor. Albatta bor. Agar bu ishlamasa, mana bu. Yoki bunaqasi bor. Xullas ikkovi bir xil ekan. O'sha yoki yulasiz, ana depilyatsiyaga borasiz. Hozir zo'r anavlar chiqqan-ku. Borasiz, keraksiz tuklarni bo'yagi bir narsa qilib chiq yopishtiradi. Mana bir marta bordim. Qo'ltig'idagi. Bir oyga bir chiqmaydi. Ya'ni bir narsani yopishtirib qas tortadi. Kosmetologlar bor, bu narsalar deydi, depilyatsiya. Tushundingizmi? Ya 100 ming, 200 ming berasiz, bir oyga bir chiqadi. Qo'ltig'ingiz ham hidlamaydi. Agar ayol kishi bo'lsangiz, ostingizdan anav qiling, yuldiring. Endi erkaklar iloji yo'q uni baqirtiradi. Shuning uchun shunday usullar.